Seni versin, mertebeğinizi versin. Hemşe hamınızı Allah'ın aldırmayın. Hem topkellerinizi Allah'ta özü hayırını versin, berekasını versin. Allah'ın kem tarihlerimizi özü doldurun. Şu balanı içinde en yaxşı izginiyetler varsa Allah'ın özü yetkizdirin. Amin. Allahu Ekber. Hurmatli Mevilikistan obunachilar, mana ko'rtirganimizdek boshlagan taqmonimizni chiroyli qilib joylariga ustanopkasini tugatdi. Ko'rishinglar mumkin. Ajoyib chiroyli ko'rinishda, ajoyib chiroyli holatda chiqdi. Materiallarimiz asli silindir, kashmirdan bo'ladi. Hozirgi kunda eng hadovoy sviterlardan biri bo'lyapti. Mana ko'rtirganimizdek bu tomonimizga yakkali divanimizni ham qilganmiz. Qopmalarni ham katta tortma qilganmiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Qopmalarni ham katta qilganmiz. Hop, bu tomonimizga mana ko'rishimiz mumkin. Hop, pisillab beradi. Topagina shikof berdik mana. Ichlarini tepaga bitta polka qilib, pastiga ko'rpa, pastiga o'xshagan narsalarni taklash uchun mo'ljallangan. Bu tomonimizga bitta tortni tushirib berganmiz. Bu tomonga ham to'rga bo'lib berganmiz. Ikkala qismga bo'lib, hop, bu tomonimizga mana o'chganlarni bo'lib chiroylab qo'yib, tepaga tagiga bitta polka, vishilka so'shilgan. Bu tomonimizga ham qo'shilgan mumkin, xohlasa. Mana operator uzoqroqdan oling. Hop. Bu tomonimizga mana polkalar berganmiz, ko'rishinglar mumkin. Bitimiz chatan bo'ldi. Ancha narsani xohlasa joyiga sig'dirib olsa bo'ladi. Bitta taxmonimizni ko'rgan bo'lsalaring, qo'lni ashibga qilib berdik, eshiklarni o'rab berdik mana. Ichiga uncha narsalarni tekis sandiq vazifasini bu to'g'radi bitta. Bu tomonimizdan bir xil. Divandan boshladilarmi? Xohlasa Mevilikistan obunachilari kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilaverasizlar mana. Xolajoningiz ham. Xolajon qalay chiqdi ishimiz, yaxshimi? Yaxshi, juda zo'r. Zo'rmi? Ma'qul sizga? Bismillahirrohmanirrohim. Inshaalloh. O'zingga hamdlar bo'lsin, o'zingga shukrlar bo'lsin Allohim. Shu bolaga mana ishimiz tushib Allohim o'zing rizoligingga biz ishlarimizni qilib bergandek, shunchalik kelib yo'q emasdan chiroyli ishlarimizni qilib berdi. Allohim hamma topganlarni xayirlisini bersin, hamma topganlarga yaxshilik ishlasin. Topgan pullarga Alloh o'zi baraka xayrini bersin, umrlariga baraka bersin, rizqlariga baraka bersin, sog'liqlariga baraka bersin. Ikki dunyo saodatini barakali qilib Allohim, ikki dunyoni saodat qilsin Allohim shularga. Farzandlariga bosh bo'lsin, onalariga yo'ldosh bo'lsin, hojilarga borsin, o'zing hojilarga borsin. Besh namozlarni kanda qilmay o'qisin Allohim. O'zing olsan dillarini, qulublarini ochib, Qur'onlarni o'qib Allohim. Ahli Qur'onlardan bo'lsin, farzandlari ham o'zing Allohim. O'zing rizoligingga qadam qo'yadiganlardan bo'lsin. Bizni siz rizo qilsangiz Alloh sizdan rizo bo'lsin o'g'lim. Allohim ishlaringizga Alloh o'zi rivojini bersin, martabangizni bersin. Hamisha hamınızı Allah'ın aldırmayın. Hem topkellerinizi Allah'ta özü hayırını versin, berekasını versin. Allah'ın kem tarihlerimizi özü doldurun. Şu balanı içinde en yaxşı izginiyetler varsa Allah'ın özü yetkizdirin. Amin. Allahu Ekber. Hurmatli Mevilikistan obunachilari, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xohlasa like bosishni unutmanglar. Aksiyasi bo'lib qo'yinglar. Bunaqangi chiroyli ishlarni ko'rish uchun, birinchi bo'lib ko'rish uchun Xudo xohlasa. Hammaga omad, parhez yig'lashni to'xtamanglar. Biz xizmatdan charchamaymiz, Xudo xohlasa. Hammaga omad.